Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, sog' salomatsizlar, tuzimsizlar. Aziz mijozlarimiz, bir maslahatda, qochib tur. Bitta maslahat. Ko'p oxirgi paytlar ichki sut ko'payib qoldi degan xabar tarqalyapti. Hattoki cheksiz miqdorda qancha kerak bo'lsa shunchani qilib beramiz ichki sutini degan xabarlar ham tarqab qoldi. Men tajribamdan kelib chiqib aytaman, hali O'zbekistonda 100-200 litrlab chiqazib beradigan shaxsiy tomorqalar yo'q, ya'ni kichik fermachilar yo'q. Andijonda bo'lardi, Oltinko'lda ham biz bilishimizga qaraganda hozir unaqa katta partiyada sut chiqmayapti. Ikkinchidan, aziz mijozlarimiz, bu ham juda qattiq iltimos. Echkini sutini asosan oladiganlar shu farzandiga yoki qariyalarga asosan olinyapti. Shu oshqozonda hazmlan muammosi borlar yoki shu yosh bolalar, sigir suti mumkin bo'lmagan, laktozaga sezuvchanlik yuqori bo'lgan bolalarga echki suti buyurilyapti. Shu munosabat bilan o'zingizlar bilgan, mana bizga o'xshab echki boqib uyda parvarish qiladigan mini fermachilar bor. Mana menda ham kuniga 30 litr, 35 litr sut bor mana. Echkilarimiz ko'payib qoldi ancha. Bolachalarni sotdik. Men nima demoqchiman qisqasi? Ko'p vaqtinglarni olmayman. Men aytmoqchi bo'lganim, o'zingizlar bilib, ko'rib, mana misol uchun men blogimga doim echkilarimizni joylayman. Mana meni echkilarim, mana maşalloh echkim tug'di. Ya'ni men o'zimdan kelib chiqib aytaman, bizniki ishonchli manba, maşalloh deb qo'yasizlar orada. Ishonchli manba bo'lishini xohlagan holda mana shunaqa videolarni joylayman. Ya'ni o'zingizlar ko'rib bilishinglar mumkin. Hattoki o'sha qo'ralarimiz ham tanish bo'lib qolgan. Ko'pchilik qo'rani ko'rganning o'zida, bu falonchi echkichi o'z kanalini ko'rasi deyshadi. Ya'ni o'sha gap, azizlar, albatta o'zingizlar bilgan, ko'zingizlar bilan ko'rgan, videolarni kuzatgan echki boquvchilardan sut olishinglarni so'rab qolgan bo'lardim. Sababi insonni salomatligi bilan bog'liq, yosh bolajonlar yoki qariyalarning salomatligi bilan bog'liq bo'lgan masalalarda ehtiyot bo'lish tavsiya qilinadi. Shu sababdan mana shunaqa boquvchilardan to'g'ridan-to'g'ri olish tavsiya qilinadi. Bu bitta mana emas, shaharda ham ancha echki boquvchilar ko'payib qolgan. Viloyatlarda ham ancha echkichilik rivojlanib qolgan. Topsa bo'ladi, surishtirib topsa bo'ladi azizlar. Shunaqa gaplar. Kechaginda shu echkichilar bilan mana shu masalada ozgina suhbat bo'lib o'tdi. Shu suhbat natijasiga ko'ra shu o'zingizlar bilgan, qo'ygan odaminglardan echki suti olinglar demoqchiman. Azizlar, yana ham sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Bu ko'zlarimizni quvonchini deydi-yu. Chorvamizni ko'rganda albatta mashalloh, tabarakalloh duo qilish esdan chiqmasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.